bu darajada shov-shuv bo'ladi, bu darajada xeytga uchrayman deb kutmagandim. Hamma yaqinlarim ham shu postimni o'chirib tashlashimni so'rashdi. Qo'rqdim, to'g'risini aytsam. Kelishsa aeroportdan sразу kutib olamiz, qamash jazosi ham bo'lishi mumkin deyishdi. Bizning davlatimizda hali model hamda dizaynerlarni qo'llab-quvvatlaydigan hech qanaqa tashkilot yo'q. Go'zallik tanlovlarini o'tkazilishi xalqqa nima beradi? Go'zallik tanlovlari ham bu ko'chadagi shunchaki chiroyli qizlar keladigan tanlovlar degani emas. Men isbotladim, bo'y past bo'lib ham modellik yo'nalishida o'sha standartlarga javob beradigan qizlarga qaraganda yaxshiroq hayot kechirib, ko'proq pul topish mumkinligini aynan shu sohada. Gonorarim aytaylik $50 bo'lgan bo'lsa, hozir $1000 ga chiqqan. Assalomu alaykum, Daryo kanalining qadrli kuzatuvchilari, barchangizga xayrli oqshom tilagan holda bugungi suhbatni boshlaymiz. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda yaxshigina shov-shuv bo'lgan va muhokamalar markazida bo'lgan model Shahrizoda Madaminova bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Shahrizoda. Assalomu alaykum barchaga. Xush kelibsiz. Rahmat kattakon. Ikkinchi marotaba sizlarni studiyada man juda ham xursandman bundan. Siz bilan adashmasam 1,5 yil avval suhbat qilgandik. Lekin shunaqa bir takliflar bo'ldi. Yana Shahrizodani taklif qilinglar, uni aytadigan gaplari ko'p degan va sizni studiyamizga taklif qildik. Xush kelibsiz. Rahmat, xursand bo'ldim juda ham taklif uchun. Suhbatni aynan Yer go'zali tanlovida ishtirok etishingiz va ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan libosingiz haqidagi savoldan boshlasak. To'g'risi hayotimda juda ham kutilmagan hodisa, voqea bo'ldi bu narsa. Bu darajada shov-shuv bo'ladi, bu darajada xeytga uchrayman deb kutmagandim. To'g'ri ma'noda, to'g'ri niyatda, boshqacha niyatlarda amalga oshirgandim hammasini. Lekin hammasi yaxshilikka, shunaqa shov-shuv bo'lish kerak ekan. Bu ham bitta menga katta dars bo'ldi, to'g'risini aytsam, sinov bo'ldi. Bunaqa libosni yaratish sizni g'oyangizmi yoki dizaynerning g'oyasimi? Men bu birinchi konkursim emas. Undan oldingi konkurslarimga qatnashganimda boshqa davlat vakillarini mana shunday liboslarda, ya'ni o'zini davlatini, milliy ramzlarini libos sifatida modellar ko'rsatganini ko'rgandim va yuragimga shunaqa o'ylab qo'ygandim. Qachondir sanam o'z davlatingni, bayrog'ini, humo oqishini libos tarzida ko'rsatasan butun dunyoga deb niyat qilib qo'ygandim va mana shu Yer go'zali dunyo bo'yicha top 4talik konkurslardan biri, mana shu konkursga olib chiqishga qaror qildim. To'g'risini aytsam, bir hafta qolganda boshqa ishlarim bilan yurib, umuman vaqt ajrata olmayotgandim bu konkursimga va bir hafta qolganda dizayner atelyesiga bordim-da, "Opa, qarang, shunaqa qilsak zo'r bo'lardi, lekin bunisiga ulgurmadim. Balki keyingi namoyishlarga qilib chiqaman. Hozircha mana shu boshqa milliy libosimda chiqib qo'ya qolay" dedim-da. Ular, "Yo, to'xtang, Shahrizoda, nimaga men sizga qilib beraman, shunaqa zo'r ideya ekan" deb menga shuni oq listlarni berdilar, "Chizib bering, xayolingizdagi narsani menga" dedilar. Men humo oqishimiz ikkita tarafimga pat sifatida va boshimga humo oqishimizni boshini va libosimni mana shu tarzda bayroq sifatida chizib berdim. Bir haftaning ichida ular juda ham chiroyli qilib hammasini tikib berishdi va dizaynerdan bu ko'ylakni olib ketayotganimda, "Opajon, hali ko'rasiz, xudo xolisa, bu libos bilan bizni prezident taqdirlaydi. Shu libosni olib chiqqanim uchun sahnaga degan niyatda ketganman-da." Lekin bizning qonunimizda ozgina boshqacha, boshqa davlatlarga nisbatan bunaqa narsa mumkin emas ekan. Kech bildingiz buni? Buni yoshlik qildimmi, bilmadim, lekin qonunlarimizga juda ham yaxshi qarab o'qib yuraman yoshligimdan beri. Aynan bunaqa moddasi borligini bilmagandim. Va shunaqa narsa bo'ldiki, ko'p mana ijtimoiy tarmoqlarda muhokama etilganda bu qizni jazolash kerak, jarimaga tortish kerak, tegishli tashkilotlar qayerga qarayapti degan fikrlar ham bo'ldi. Qonuniy chora qanday ko'rildi sizga? Men u yerda turganimda rostdan ham 2 kun judayam stressga tushib qoldim. Sababi ota-onam telefon qilishni boshladi. Opoqning davleniyalari ko'tarilyapti deb oyimlar har xil gaplarni gapirishni boshladi. Hamma yaqinlarim ham shu postimni o'chirib tashlashimni so'rashdi. Lekin men yoshligimdan tabiatdan shunaqa qizmanki, nimadir qildimmi, meni o'zimning fikrim boshqalarniki muhim emas va o'chirmadim baribir ham bu postni. Nechta odam so'ragan bo'lsa ham, qancha yomon kommentlar kelgan bo'lsa ham, bilmadim, o'chirgim kelmadi. Lekin 2 kun shu
stressda yurdim. Odamlarning gapi ham boshqacha yomon ta'sir qildi. Qo'rqdim, to'g'risini aytsam. Sababi menejerlarimizga telefon qilishgan, o'zlarini davlat organlaridan deb tanishtirishgan, lekin unaqa bo'lib chiqmadi oxirida baribir. Shunaqa tanishtirib, kelishsa aeroportdan sразу kutib olamiz, qamash jazosi ham bo'lishi mumkin deyishdi. Shuning uchun men juda ham qo'rqib, 2 kun stressda yurdim. Даже repetitsiyalar qilyapmiz-da, raqslarga tushyapmiz. U yoqda finalga tayyorgarlik ko'rib, men o'zimni yo'qotib qo'yurdim-da, ko'zimga o'zidan o'zi yosh kelib chiqib ketdim tashqariga ko'p marotaba va organizatorlar уже boshqacha qarashni boshlashdi. E'tiborlariga tushib qoldim shu masala bo'yicha va so'rashdi kelib. Nima bo'lyapti, nimaga unaqa qilyapsan deyishganda aytib berdim bu narsalarni va ular ham ko'rgan ekan. Ya'ni ularga ham ko'rinadi, hamma narsa yetib keladi. Boshqa saytligi narsalar ham, ya'ni qaysi davlatni vakili qanaqa talqin qilyapti o'z ishtirokchisini. Ular ham podдержкада turishdi, to'g'risini aytsam. Lekin qaytib kelganimdan keyin meni kechirishdimi bilmadim, hech qanaqa, xudoga shukr, yomon tergovlar, sud, unaqa narsalar bo'lmadi, xudoga shukr. Qanday xulosa oldingiz o'zingizga? Men o'ylaymanki, yuristlar bilan ham, advokatlar bilan ham maslahatlashdim. To'g'risini aytsam, bu ko'ylik haqida o'sha qo'rqib o'tirgan paytim, ular ham aytishi bo'yicha, siz yomon, noto'g'ri ish qilmagansiz va ko'chada kiyib yurmagansiz bu kiyimni. Oyoq osti qilib, ya'ni modelligingiz uchun sahnada kiyib chiqdingiz va bu narsaga hech qanaqa yomon narsa, yomon chora ko'rishmaydi deyishdi. Shuning uchun tushunib yetgan narsam, ya'ni ko'chada shunaqa oyoq osti qilish haqiqatdan ham mumkin emas ekan, lekin men shu model bo'lib sahnada kiyib chiqqanim uchun, ya'ni xalqaro konkursda har bir davlat o'zini vakilini namoyish qilayotgani uchun, menimcha shu uchun indashmadim. Davlat ramzlari qaysidir ma'noda davlat yuzi va bunga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham, to'g'ri? Xo'p, yer go'zali, bilmadim, balki kuzatuvchilarimiz bilishmas, o'sha yuqorida o'zingiz ham aytib o'tdingiz, dunyoning 4 ta eng nufuzli go'zallik tanlovlaridan biri hisoblanadi. Buni darajasi nihoyatda yuqori va faxrlanarlisi, Shahrizoda unda birinchi marta o'zbek qizi sifatida ishtirok etdi. Bundan avval bizda hech bir ishtirokchi u yerda qatnashmagan. To'g'ri, qanaqadir yaxshi natijalar bo'lgani yo'q, qaysidir ma'noda, chunki birinchisi baribir tajriba bo'ladi. Umuman mana shu tanlovda ishtirok etishingiz, u yerdagi ishtirokchi qizlardan nimalarni o'rganganingiz men uchun juda ham qiziq. Menimcha bu tomoshabinlarga ham juda ham qiziq. To'g'ri, yer go'zali tarixda hech qaysi bir o'zbek qizimiz qatnashmagan va dunyo bo'yicha top 4 talik go'zallik tanlovlariga kiradi. Aynan bu tanlovga qatnashishimiz sababi ham shu. O'zbekiston nomidan kimdir shu tanlovga ham qatnashgan bo'lsin, o'zimizni ko'rsataylik degan maqsadda birinchilardan bo'lib chiqdim va final kuni natijamiz hech qanaqa o'rin bo'lmadi, nominatsiya ham bo'lmadi. O'zi 100 ga yaqin qizlar kelgan bo'lsa, faqatgina top 4 talik qizlar belgilangan u yerda. Ya'ni qolgan o'sha 96 ta qizlar, ishtirokchilar hech qanday nominatsiyasiz uyiga qaytishadi. Har bir qiz juda ham go'zal edi, har bir qiz iste'dodli, iqtidorli, aqlli qiz edi, lekin bu baribir tanlov, eng munosiblari, hammadan zo'rlari baribir yutib chiqadi. Yutmaganimiz sababi men hali tajribam yetmadi desam bo'ladi, yoki-da har xil buni yo'nalishlari bor. Masalan, o'sha yutgan qizlarni ko'rganingizda 2 hafta davomida ularni davlatlardan har xil yangilik saytlarida, televideniyalarida e'lonlar berib, mana shu konkursni yana ham tanitishga sababchi bo'lishgan. Bizni davlatlarimizda hali, ya'ni Osiyo davlatlarida, O'rta Osiyo davlatlarida bu narsaga unchalik ahamiyat berishmaydi. Bu yo'nalishlarga, ya'ni go'zallik tanlovlariga, modellik yo'nalishlariga xalq ham tushunmaydi, davlat organlari ham alohida bir tashkilotlar yaratib ahamiyat qaratishmagan. Nasib, xudo xohlasa, kelajakda
bor kuchimiz bilan hozir harakat qilyapmiz. Keyingi ishtirokchilarimiz qatnashganda mana shu davlat organlarimiz bilan birgalikda ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Ular bilan o'sha konkurs organizatsiyalari bilan qanaqadir yaqin aloqalarimiz bo'ladi, hamkorliklarimiz bo'ladi va bizni ham qizlarimiz yaxshi natijalar olib qaytishadi. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Bir narsa e'tiborimni tortdiki, tanlovlarda o'z hisobingizdan ishtirok etasiz. Shunaqa. Har bir qiz aslida bizni O'zbekistonda qatnashayotgan go'zallik tanloviga qizlar o'z hisobidan qatnashishadi. Hattoki dizaynerlar desak ham bo'ladi. Ya'ni bizni davlatimizda hali model hamda dizaynerlarni qo'llab-quvvatlaydigan hech qanaqa tashkilot yo'q. Dizaynerlarga bor, lekin aynan modellik yo'nalishida go'zallik tanlovlarida qo'llab-quvvatlaydigan tashkilotlar yo'q.